Ulug'bekka ko'pchilik mendan so'raydi mana shu sariq yo'lachani. Shu nimaligini biroz muxlislarimizga aytib bersangiz, obunachilarimizga. Hop, bunaqa sariq yo'lakchalar ko'zi ojiz odamlar hassa yordamida to'g'ri harakatlanish uchun o'rnatiladi. Mana ko'ryapmiz. What? Ariqchalardan iborat. Mana shu hassan tushirib olib ketaveradi mana shunaqa qilib. To'g'ri, yo'lni chiqarib ko'ring, yuring, yurib ko'rsatib bering. Mana. Bu taktil yo'lakcha deyiladi. Oyoq bilan, mana oyoq bilan mana bunaqa qilib sezib harakatlanish uchun. Bunisi nima? Yo'lni chetlariga qo'yiladi bunaqa. Yo'lni tugashi, ha? Yo'lni tugashini belgilab ko'rsatib beradi. Bu davlatimizning shuna majburiyatda xalqaro arenada zimmasiga olgan BMTning konvensiyasi bor, nogironlar huquqlari to'g'risida. Bu konvensiyaga asosan bu taktil yo'lakchalar, panduslar, umuman nogironligi bo'lgan odamlarga qulay, kerakli bo'lgan moslashtiruvchi vositalarni hamma joyda qilish kerak. Unaqa faqat yo'l yuzida ostanovkada emas, balki kerak bo'lsa bozor ichida. Bu hamma joyda bo'lsa, sizlar mustaqil o'zingizlar harakat qilasizlar. Endi ancha yengil bo'ladi. Ancha yengil bo'ladi. Ancha qulay bo'ladi harakatlanish. O'zi ko'p joyda ko'payyapti, sekin-sekin bo'lmasa, menimcha hamma joyda bo'lsa kerak qilib qo'yishadi. Yangi yo'lda yangi yo'lakchalarni ko'p bo'lishini so'rab qolamiz. Xo'p, tugashi bilan qarang. Shu to'g'rimi? Endi bizda bu urf-odat O'zbekiston bu tasavvur qilib olmaydi. Trotuarlar yoki yo'laklar sakrab o'tasiz? 99%. Sakrab o'tasizmi? Albatta, yarim metrcha. Ana. Va yana achingizdan chiqib qolyapti lekin. Bo'ldi, amalladingmi? To'xtang. Yaxshi, bitta o'zing kelmabsan, Ahmad. Ko'rdingizmi? Ha.